Jonivorlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni endigina kuzatib turgan chorva, mol qo'yish qozlari va yutib ishqozlari. Bugun 13-may haftaning seshanba kuni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidamiz. Ya'ni o'sha To'raqo'rg'on agrosanoat fermer xo'jaligidamiz. Jonivorlar. Hurmatli obunachilar, bugungi video syomkamiz va sotiladigan 3 dona haqiqiy toza qon, semental va bir dona gibrid buqa haqida bo'ladi. Jonivorlar, chaya. Akalar, video yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab, tanish bilishlarga podelitsiya qilib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bizda yangilar, bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bizda maynaqa chiroyli, haqiqiy ustalik, toza qonli, zotli maynaqa buqachalar, unajan, semental xullas hammasidan bo'lib turadi. Jonivorlar. Akalar, bayda hozir bizda ikkalasi ham sutdan chiqqan varianti. Mana ikkita haqiqiy ustalik semental, haqiqiy toza. Tuyoqlariga e'tibor berasizlar, haqiqiy stakan tuyoq. Oldidagini keynasa. Jonivorlar. Izvod yoqqa yuradi, va. Akalar, mana shu 3 ta buqachamiz sotiladi. Hozir mana shularni aylantirib, chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Bular yoshiga keladigan bo'lsak, 3 oydan o'tdi, sutdan chiqqan. Bemalol borib, siloz, piloz, o't, hashak nima bo'lsa yuradigan holatda. Yeb ichishlari zo'r. Dori, ukol, vitamin hammasi bo'lgan. Kecha kuni kralinga chiroyli qilib yuvintirib ham qo'ydik bularni. O'shanga gullar haligina qay bo'lib turibdi. O'sha bilinib turibdi kralin sepilgani. Vaksinalar hammasi ustalik bo'lgan. Demoqchimanki, katta firmaga ham olib borib shunday qo'yib yuborilsa bo'laveradi, ishonarlar. Hammasi bo'lgan, xudo xolisa. Sifati zo'r mana. Havas qilganlar, qiziquvchilar bir donadan like bosib qo'yinglar. Xudo xolisa hammamizga mana bu sifatli, toza qonli buqachalar nasib qilsin. Akalar, ukalar, buni narxi telefonda gaplashaveramiz deyishyapti. To'g'risi narxini aytmay qo'yavering aka deyishdi. O'shanga 99lik 200 05 60 mana shu nomerda ekranlarga yozib qo'yamiz. Telefon qilib, bemalol kelishib, chiroyli qilib savdolashib olsalaring bo'laveradi. Haqiqiy toza ustaligi kerak bo'lgan insonlar mana telefon qilib, bemalol lekin o'sha realni olaman degan odam telefon qilib gaplashsangiz bo'laveradi. Hali qiziqishga, narxini bilish uchun ham telefon qilmanglar degan maqsadda shunaqa deb qo'ying aka deyishdi, shunga aytib qo'yilyapti. Narxini o'sha boshliqda o'zi biladi. O'sha bilan chiroyli qilib gaplashib, kelishib olaverasizlar. Xudo xolasa yo'lida qilib chiroyli qilib beriladi. Haqiqiy ishonchli mana. Dastlabkilar mashinalar bor. Kelishib chiroyli qilib hammasini yo'lda qilib beraveramiz. Jonivorlar. Lekin haqiqiy mana sutdan chiqqan maza qilib boqsangiz bo'laveradi. Bu kepak, kunjara, makka yorma, bug'doy yormalarni oldiga to'kib qo'ysangiz, bular kuniga o'zgaradi, soatiga o'zgaradigan haqiqiy tozalar mana. Narxi aytib qo'yilganda yaxshi bo'lardi. Hurmatli obunachilar, hali noto'g'ri tushunmaysizlar, gapni ochig'i. Lekin narxini aytmay qo'ying deyishganiga narxini aytganim yo'q. Narxini endi o'zlaring ham taxmin chiqarib olsalaring bo'laveradi. Yangi tug'ilgan, mana o'zimizga ham telefon kelib turibdi. Yangi tug'ilgan semental buqaga akalar ko'ryapsizlar, bu yoq $1000 boshlanib, uyog'ini qo'yaverasiz. Hayron qolasiz, u odamlar nima qiladi uni olib demoqchiman-da. Yangi tug'ilgan sementalda buqachani puliga xullas boqsa bo'ladigan, yemlashga tayyor o'zimizning jaydari yoki shved buqalarni beryapti. Lekin buni o'zi sementalda gibrid ko'pchilik tushundi. Buni boqsa shu effekt yaxshiligini, haqiqatan kuniga shu aytilgan kilo qo'shilishini, ertadan keyin katta qilganda 60 milliongacha, 70 milliongacha sotyap turgan akalarimizni ko'ryapmiz. O'shaning uchun asosan Farg'ona, Qo'qonlik, Oltiariqlik akalarimiz juda buni tomiriga tushdi. Birda telefon qilishadi, tanjonlar sog' bo'lsa, tug'ilishi bilan olishyapti. Oldindan pul berib ketishyapti. O'shaning uchun buni boqishni bilgan biladi.
bilmagan, narx qimmat tuyulishi mumkin boshqa. O'shaning uchun bilib bilmay, masalan, noto'g'ri fikr bildirmanglar degan maqsadda shuni iltimos qilib qolamiz. Telefon qilaverasizlar, aytganimda 99lik 200 05 60. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani.